Xitoy Sharqi Turkistonni kontrol qilish planini o'ttirg'a chiqardi. 24 yanvar Xitoy xalq to'ri bergan xabarda bildirilishicha, Xitoyning Sharqi Turkistondagi qo'rchoq organi bo'lgan Uyg'ur avtonom rayoni 13-qitimliq xalq qurultiyining 2-umumiy yig'inda kelgusi 5 yillik Sharqi Turkistonni kontrol qilish plani o'ttirg'a qo'yilgan. Yig'inda atalmish Uyg'ur avtonom rayoni Yuqori sud mahkamasining kandidat qo'rchoq boshlig'i Bahargul Samat 2018-yilni o'z ichiga olgan kelgusi 5 yil ichida amaliylashtirish planlangan xizmatlarni bayon qilib, bayrog'imiz ro'shan holda siyosiyga ahamiyat berish, siyosiyda qattiq bo'lish, uch xil kuchlarga zarb berishda qat'iy bo'shashmaslik, adliya islohotini cho'nqurlashtirish qatorliq bir qancha nuqtaga yig'inchoqlagan. Xitoy Sharqi Turkistonda yangi saddichin sepili yasamoqchi bo'ldi. 24 yanvar Hong Kong saharlik gazeti Xitoyning kundalik gazeti xabarini manba qilgan bir xabarda Xitoyning Sharqi Turkistondagi atalmish Uyg'ur avtonom rayonining qo'rchoq raisi Shuhrat Zokir Sharqi Turkistonning chegara rayonining muqimligini qo'g'dash, chet eldagi bo'lginchi kuchlarning singib kirishining oldini olish uchun musofasi 5700 kilometrlik sepil yasab chiqmoqchi bo'lganligini oshkorlagan. Xitoy Sharqi Turkistonning Chira noyasida kollektiv to'y murosimi tashkilladi. 25 yanvar Tangritog' to'ri bergan xabarda bildirilishicha, Xitoy Sharqi Turkistonning Chira noyasida 10 jup o'g'il qizni kollektiv to'y murosimiga tashkillagan. Bu to'y 20 yanvar tashkillangan bo'lib, to'rbatga yo'llangan suratlardan qaraganda to'y qilgan 10 jup o'g'il qiz ichida 5 jupi Xitoy bilan Uyg'ur ekanligini, 5 jupi bo'lsa Uyg'ur qiz yigiti ekanligini bilib olg'ili bo'ladi. Xitoy yaqindan beri har xil chekdan oshgan zulm va besimlar hamda Xitoy bilan to'y qilgan Uyg'urlarga iqtisod va siyosatda e'tibor berish qatorliq qo'sh besliq tadbirni qo'llanib, Uyg'urlarni Xitoy bilan to'y qilishga majburlamoqda. Amerika davlat mudofaa strategiyasini Xitoy bilan Rossiyaga yo'tkadi. 25 yanvar Amerika ovozi xabarda bildirilishicha, Amerika davlat mudofaa strategiyasini Xitoy bilan Rossiyaga yo'tkigan. Xabarda yaqindan beri Xitoy bilan Rossiyaning iqtisod, siyosiy va ijtimoiy sohalarda borgansiri yaqinlashish sababi bilan Amerika prezidenti Trump davlat mudofaa strategiyasining muhim nuqtasini terrorlikqa qarshi turishdan Xitoy bilan Rossiyaga qarshi turishga yo'tkiganligini, biroq Amerikaning sobiq muavin prezidenti Bayden unda qaramaydiganligini, uning sababi bo'lsa Xi Jinping Rossiyani faqatli yo'l ustida uchrashib qolgan hamroh deb qaraydiganligini, Rossiya bilan Xitoyning do'stligi uzoq davomlashmaydiganligi, Xitoy bilan Rossiyaning chegara rayoni dunyo bo'yicha eng qattiq qo'g'dinish tadbirlari e'linganligi. Umuman qilganda Rossiya bilan Xitoyning biror uzoq muddatlik o'rtaq manfaatining yo'qligi bildirilgan.